Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yilning fevral oyida Qashqadaryo viloyatiga qilingan tashrif davomida g'alla yetishtirish va xarid qilishni moliyalashtirish sohasida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan joriy yil g'alla hosilini nest-nobud qilmay, qisqa fursatlarda yig'ishtirib olishni ta'minlash maqsadida Qashqadaryo viloyatidagi qishloq xo'jaligi korxonalariga qariyb 40 dona zamonaviy g'alla o'rish kombaynlarini lizing asosida yetkazib berish ko'zda tutilgan. Kuni kecha ushbu kombaynlarning navbatdagi 10 tasi o'z egalariga topshirildi. Hozir shu haqida. Bugun qishloq xo'jaligi rivojlanib borar ekan, sohada qo'llaniladigan agrotexnikalarga bo'lgan talab ham ortib boraveradi. Biroq doim ham klasterlar yoki fermerlarning yangi kombaynlar, traktorlar va shunga o'xshash mehnat unumdorligini oshiradigan texnikalarni sotib olishga qurbi yetmasligi mumkin. Bu borada Agrolizing aksiyadorlik jamiyati mehnatkashlarning haqiqiy yordamchisi bo'lmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Korxona hozirda yiliga o'rtacha 5000 dan ortiq qishloq xo'jaligi texnikalarini lizing asosida yetkazib bermoqda. O'zagrolizing shu bugunga kelib qishloq xo'jalik sohasida yetkazib berilayotgan qishloq xo'jaligi texnikalarini 80% ni qamrab olgan. Bugungi kunga kelib jamiyat tomonidan 170 dan ortiq turli rusumdagi qishloq xo'jaligi texnika va agregatlar lizing asosida imtiyozli shartlarda yetkazib berib kelinmoqda. G'alla o'rish kombaynlarimiz klasterlarga imtiyozli shartlarda 7 yilga 7% bilan yetkazib berilmoqda. Boshlang'ich to'lov 20% ni to'lab 7 yil 10 yilgacha bo'lgan muddatda imtiyozli shartlarda foydalanmoqda. Bu to'lovlari har 3 oyda bir to'lov amalga oshirilib, qulaylik taraflari juda ko'p. Bugun ham Qashqadaryo viloyati Qamashi tumaniga 10 ta zamonaviy g'alla o'rish kombaynlari topshirildi. Endi pishib yetilgan bug'doylarni zararsiz o'z vaqtida yig'ib olish uchun g'allakorlarda yanada yaxshiroq sharoit bor. Mana O'zagrolizing asosida 10 ta yuqori unumli kes kombaynlarni xarid qilmoqdamiz. Kamida 25 kishi ish o'rinlari, yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu kombayn kamida 20 gektar bir sutkada g'alla maydonini o'rib yig'ishtirib oladi. G'allaning to'kilishini oldini olamiz. Xudo xohlasa tez kunlarda fermerlarimiz yetishgan g'allaning nest-nobud qilmay yig'ishtirib olamiz. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur deyishadi. Qishloq xo'jaligi sohasida muhim bo'lgan texnikalarni qulay tarzda fermerlarga yetkazib berilishi natijasida dehqon ish qurollari haqida emas, faqat urug' qadash va uni parvarish qilishga e'tiborini qaratadi. Bu esa hosildorlikning yanada mo'l bo'lishiga sabab bo'ladi.